metrli uylarga mo'ljallangan 12 kishilik stol xon taxtasi akvaring ko'rinishida ishlangan. 360 ga 120 MDF ko'rinishda. Oyoqlari o'zlariga moslab qo'yib qo'yilgan. Stullar yong'oq yog'ochda yasalgan. Oldi ko'rinishlari. Ranglari uylar ranglariga moslab tayyorlab beraveramiz. Bu komplektimiz narxi 10 million so'm. Aksiya qilib qo'yamiz Ramazon oyiga. Xon taxtasini prostoy ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, buni ko'rinishda simala ko'rinishda xon taxtalarga alishtirib beramiz 10 million so'mning ichida. Agarda men simala ko'rinishdagi komplektlarni olgan edim, bizga qanaqa aksiyasi deganlarga stullariga mana bu ko'rinishdagi to'shakchalari bor, sidinalariga mana shu to'shakchalarni qo'shimcha qilib aksiya qilib beramiz. 10 million so'mga komplekt arziydimi yoki arzimaydimi? Fikrlar kommentariyada qoldirasizlar. Bu komplektimizni ham narxi 8,5 million so'm mana shu ko'rinishda. To'shakchasi bor qo'shimchasiga. Bu komplektimizni narxi $1600. Xon taxtasi 360 ga 120 akvaring ko'rinishda ishlangan. Poliuretan plastmassa stullari $1600 ga arziydimi, komplekt arzimaydimi? Fikrlar kommentariyada qoldirib o'tgansizlar. Kommentariyalarni ochib qo'yganmiz. Bizni qaysi viloyatlarda kuzatib borasizlar? Kommentariyada viloyatlar nomini yozib o'tib ketish esdan chiqmasin. O'zbekistonning barcha viloyatlariga dostavka xizmatlari bor. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'sh, Qorasuv shaharlariga, Tojikiston Respublikasining Andarxon yoki bo'lmasa Sadoqat chegara postlarigacha, Turkmaniston Respublikasining O'zbekiston bilan bo'lgan chegaradosh bo'lgan viloyati Buxoro viloyatining Olot hamda Xorazm viloyatlarining chegara hududlarigacha dostavka xizmatlarini yo'lga qo'yganmiz. Kelishilgan holda bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Andijon viloyati, Andijon shahriga dostavkamiz besplatniy. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingiz esdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.